3-chi topshiriqqa qaraymiz. Sharti: Rustam va Ali bugun Pizza Time'ga ovqatlanishga borishdi. Ular menyu bilan tanishib, pitsa, pepperoni va chiz, ichimliklar Coca-Cola va Fanta, bittadan sharbat aytishdi. Hisob berildi. 300 ming to'lov qilindi. Ofisiant ularga 120 ming qaytardi. Jami hisob qancha debdi. Xizmat haqqi ham olinadi. Demak, jami hisob va xizmat haqqini topishimiz kerak ekan. Qaraymiz. Pizza Time. Bu Rustam, Aziza Ali. Bizada ichimliklarga Sprite, Coca-Cola, Fanta va sharbat. Sprite va Coca-Cola narxi 7 ming so'm ekan. Fanta 8 ming, sharbat 15 ming ekan. Menyuga qaraymiz. Menyuda pizzalar berilgan. Mexikan, bizga pepperoni va chiz kerak ekan. Xo'sh, pepperoni bu 50 ming so'm ekan. Endi chizni qidiramiz. Mana 80 ming. Ikkalasi jami pryusi 30 ming so'm bo'ladi. Bizga ichimlik bitta Coca-Cola, Fanta ikkalasi 15 ming so'm bo'ladi va bittadan sharbat bittadan bo'lsa ikkitasi 15 ming, 30 ming bo'ladi. Demak, 45 ming ichimliklar uchun va 150 ming pizza uchun to'lov qilindi. Bunda barcha olingan narsalar qo'shilib jami hisobdan ayrilsa, keyin esa xizmat haqqi chiqib keladi.